Assalomu alaykum hurmatli Jizzax suv nasos kuzatuvchilari. Biz navbatdagi suv nasosimizni Sirdaryo viloyati Oqoltin tumaniga 400 talik sentrabejli nasosimizdan qo'yib beryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz 10-15 daqiqa yaqin daqiqalar ichida suvni sizlarga chiqarib ko'rsatamiz. Zor oğlum. Ana bir ton taşağı da uzupçu. Bana nasıl keren çatacak? Bana onu yaptı, Suroç videoyda. Suroç, ko'rib turibmiz, ish juda ham qizg'in davom etmoqda. Aynan mana shu ish jarayoni hozir qaysi bosqichda? Bozorga bir yarim soatlik ishimiz qoldi. Yarim soatdan keyin suvimizni chiqish jarayonini ko'ramiz. Suv chiqishini ko'rib, o'zlaring baho berasizlar. Ko'paydi, bildingizmi? Ko'paydi. Bitta joyda havo olib turibdi, Anvar yopdi. Hurmatli Jizzaxliklar, ma'lumot o'rnida shuni aytmoqchi bizki, birgina pasport evaziga istalgan turdagi suv nasoslarini uстановка xizmatlari bilan halol nasiya savdo asosida bemalol bizdan xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.